tafakkur haqida qayta o'ylanish. Hamda bu ders sal cho'nqiroq ders. Ma falsafa jihatda ma'lum asosi va o'quvchilarga, do'stlarga muvofiq keladigan ders. Hamda ma'lum asosi va deganimizda biz umumiy jihatdan o'rganishni, tafakkurni, aqlni, logikani ta'kidlaymiz. Ammo maxsus falsafa, mush ideya nuqtasini aytgan chaqda ziyoda ko'p tafakkur qilish, amaliy masaladan halqagan misal metafiziklik, shingarshan shu deymiz. Metafiziklik ma tafakkurning ziyoda ko'p bo'lishi. Bu narsaning tafakkurning axlatga aylanib ketishi. Ma nuqtadan chiqib turib, ziyoda tafakkurdan saqlanish. Mush haqidagi bir mazmun. 避免过度思考. Hamda bu yerda 3 nafar faylasufning gapi bor. Birinchisi Wittgenstein, cho'ng faylasuf. Buning bunda bir gapi bor. 思考是最低效的努力 deydi. Tafakkurning o'zi eng unumsiz bo'lgan bir tirishchanlik deydi. Bu nima degan gap? Buning demakchi bo'lgani, u uzoq vaqtlik mush tafakkur tarixini tadqiq qilish orqali ziyoda tafakkur qilib, masalaning o'zi hal bo'lmay, masala haqidagi qayta masalan o'ylanaverib, oxiri bu yuyan yo'shi deymiz. Til o'yiniga aylanib ketgan nurg'un falsafa va ko'z qarashlarni tanqid qiladi. Hamda buni kengaytib kelsak, gap bakcha xo'kitadi. Buni qiziqadigan do'stlar Wittgenstein'ninki munosabatlik ideyasini ko'rib baqsaq bo'ladi. Hamda yana bir faylasuf Nietzschening mundaq bir gapi bor. Men qandoq qilib tog'ning cho'qqisiga chiqaman deganda Nietzsche deydi, tafakkurni, xiyolni tashlab butun diqqatingni mushu taqqa chiqishga qarat deydi. Bumi demakchi bo'lgani, ortiq xiyolni qilma, ma ishning o'zini qil, ma ishni ijro qil demakchi. Ya'ni ortiq xiyol sening ishingga daxlisi bo'ladi demakchi. Hamda 3-chi cho'ng faylasuf Kantniki Kangdaning mundaq bir kitobi ko'pchilik o'qib baqsaq bo'ldi. 纯粹理性批判deyilgan. Bu kitap naydi tez hamda. Cho'nqur buni tushunmakmi naydi tez. Hamda buning asos mazmuni nima desa, 2000 necha yillik logika, aql taraqqiyotidagi nurg'unlagan izlanishlarni xulosalab turib, Kant nima deydi desa, aqlning o'zi, bu odamning aqli amaliyotda cheklimilikka ega bir xil aql. Aql logikaning o'zi cheklimilikka ega deydi. Ya'ni bu yerdagi chun so'ylashing pipan degan gap bir narsaga aqliy tafakkur qilish degan gap emas, mushu aql haqida qaytadan o'ylanish degan gap. Zodi mush aqlning o'zi to'g'rimi? Aqlning o'zi mukammalmi? Biz aqlga to'liq ishonsak bo'lamdi, bo'lmamdi? Ma haqda qaytadan o'ylangan bir faylasuf. Shunga hozirgi zamon falsafasi Kantdan boshlandi deydi. Demak, cho'g'ni biz to'nigan bu dunyo shu bizning nazarimizdagi, bizning his qilish doiramizdagi dunyo demakchi. 8-oyning 5-kuni Qashqardagi leksiyaga qatnashmoqchi bo'lsangiz, tövandagi undidor bilan aloqalashing. Xo'sh, yuqorqi mazmunlar sal cho'nqurlashib ketdi. Endi buni amaliyotga sal bog'laylik. Endi men nima demoqchi? Buni deyish orqali biz har vaqt bir masalalarga yo'liqib turamiz, reallikda. Ondan yo'liqqan masalani hal qilishga urinamiz. Endi gap Wittgenstein'ninki tafakkurning o'zi eng tuvan unum bilan bo'lgan tirishchanlik, eng unumsiz tirishchanlik degan gapning o'zi biz amal va ortiq ishni qilmasligimiz kerak, ortiq tirishchanlikni ko'rsatmasligimiz kerak. Tafakkurda halqishimiz kerak demakchi. Ma'lum bir masalani hal qilishning eng yaxshi usuli bu masaladan halqib ketish, bu masalani yo'qotib o'tish. Endi yig'ib aytgan chaqda biz bir jihatdan o'rganishimiz kerak, tafakkur qilishimiz kerak, o'ylanishimiz kerak. Ma bir qatlam masala yo'q. Mavi ilqi o'rganmaydigan, tafakkur qilmaydigan odamlarga bo'layotgan gap. Endi bugungi mavi dars endi o'rganishni yaxshi ko'radigan, ammo ziyoda xiyol qiladigan, bir ishda qaror qilinmaydigan, ijro qilish kuchi nachar yoki osta. Ondan mavi o'zining jismoniy tirishchanligi bilan tafakkurdagi o'rinliqini yapadigan mandaq bir turkum odamlar bor. Ma'lum bir tuvan qatlamda to'xtamay tirishidi. Amaliyotda kallani azroq o'zgarsa, bu jafoni tatishning hojati yo'q. Demak, mushadiki tafakkur, mushadiki xiyol, mushadiki emgakning o'zi ortiqcha.
Demak, men bugun tafakkurni tanqid qilyapman. Tirishchanlikni tanqid qilyapman. Ko'pchilik men tushunaydi. Bu deganimiz ugunishning hojati yo'q, tafakkurning hojati yo'q degan gap emas. Bir to'g'ri farosatning oldida ziyoda tafakkur, ziyoda emgakni qilmayli demoqchi.